Assalomu alaykum hammaga. Andijon City Bobur shahrida qurilayotgan domlarni qay holatda, sifati qanaqa video qilgan edik. Xonalar ishlarini ham aniqroq ko'rsating deyishibdi. Mana bu koridor, liftdan chiqiladi. 2 xonali, 2 xonali, 1 xonali kvartiralar. Mana 2 xonali kvartirasini ko'rsatib bermoqchimiz. Bismillah. Kirish qismi koridori. Kirgandan keyin bu yerda misol gatsivoy qilish mumkin yoki bir kattalar yotoqxonasi. Xo'p. Bu yoqqa o'tganda yana bitta detski yoki o'sha buni ham mehmonxona qilish ham mumkin. Ro'parada bu yerda endi kuxnya bo'ladi. Ham pishirib netib, xonani kattaligi yaxshi, ham ovqatlanib chiqib ketish imkoni bor. Xo'p, bu yerda elektromontajlari, santexnika ishlari qilib beriladi. Gazobloqlar uriladi, devorlari oqartirib, shpakilovkalar qilib beriladi. Tashqarilari bazalit bilan utupleniya qilinyapti. Chiqishda tashqariga chiqqanda mana shunaqangi balkondan ko'rinadigan manzara shu holat ko'rinadi. Mana chiroyli manzara. Hozircha havo aynib turibdi. Yomg'ir yoqqanda yana ham chiroyli ko'rinadi. Bu tomonga qarab davom etyapti domlar. Bu tomondan bitib kelyapti mana tepadan. Shunaqa balkoni shu holatda bo'ladi. Endi xo'p, bu yerda sanuzeli bor. Sanuzeli ham unaqa kichkina emas. Sanuzeli ham kattagina qilib qilingan. Vanna qo'yiladi, ro'pada rakvina, unitaz. Bu tomon kirib mashina joylab olish imkoni bor. Shunaqa bo'ladi. Bu endi 2 xonali edi. Ko'rinishi 1 xonali ediki, buni ham ko'rsatib qo'yay. Mana shu 1 xonali ediki, mana kirganda ixchamgina koridori, kirishdan qo'lda. O'zini sanuzeli, ozgina kech kirib qolganiga ko'rinish qiyin bo'lyapti. Spichkani yoqolmadik, xiralashib ketadi videomiz. Bu kuxnyasi. Dimoxotlari, kanal skrubalari, suv ataplenalari chiqarilgan. Bu ham hammasi elektromontajlar ham qilib beriladi. Oppoq qilib devorlar shpakilovka holatga olib kelib, chistovoyga qilib qo'yiladi. Shu holatda bo'ladi. Sanuzellari bularda endi 1 xonalida balkoni yo'q ekan. Faqat 2 xonalida berilgan ekan balkon. Bu endi ichki sahnaga qaragan tomon. Hop, 2 xonali bu ham o'ng qo'lli sanuzel. Misol bu yerda kattalar yotoqxonasi qilish mumkin. Bu yerda o'sha kuxnyasi. Bemalol yeb, ichib ovqatlanib, orqa fonda endi hozircha qurilishlar ketyapti. Bu yer bitgandan keyin chiroyli sahna bo'lib, bolalar maydonchasi, yashil zonalar bo'ladi. Mana shu holatda qurilishlar davom etmoqda. Hamma binolar ko'tarilib bityapti, xudo xolasa. Sifati yaxshi. Uvol nimadan, temirdan gazobloq likillamasligi uchun tepaga pastga qatirilib, svarka qilib chiqilinyapti. Burchaklari ham qilib chiqilinyapti. Haligi yer qimirlashga, boshqaga devor tashlab yubormasligi uchun. Gazobloq urgandan keyin shpakilovka ushlab qoladi. Chohlarini mana shular ushlab qoladi, xudo xolasa. Betonlarning qalinligi ham yaxshi. Armatura, betonni markasi yaxshi holatda, xudo xolasa. E'tibor bilan qilishyapti. Biz endi xolis, biz bu domda biz ham ustamiz. Biz santexnika ishlarini qilamiz, xudo xolasa. So'raganlarga bitta obzor qilib qo'yapmiz. Stashkalari quyildi, tek qilib quyib qo'yildi. Xudo xolasa mana pokiza bo'lib, ishlar ham ancha ko'rinib qoldi. Bu endi o'sha koridori. Bu yerda счётчикlar bo'ladi, suvniki, elektrniki, issiq suvniki, ataplenaniki, vintlar hammasi shu joydan joylashadi. Bu yerda lift bor, chiqib chiroyli ixchamgina podez bo'ladi. Bu 1 podezli bino. Andijon Cityda. Xudo xolasa. 5 ta kvartira bor. Oshcha unaqa viji qo'shnilar bo'lmaydi. 5 dona kvartira bo'ladi, ixchamgina bo'ladi. Lestnitsalari ham unaqa o'ta baland emas.